Ana Jamshid sinfdoshlarim bor-ku, o'tib qopti. Yu? Jamshid qamoq dedi-yu. Yo, birat qamoqdan chiqqandi. Shu kimdir jazasi bor ekan, ko'chada pichoqlab ketibdi. Yo'q. Yaxshi ish bo'lyapti-da. O'zi yurish chataq etdi u, balani ko'cha-kuyda ham. O'zi shu holatga kelishiga dadasi aybdor. O'sha paytda shu ishni qilmaganda, balkim yaxshi bola bo'lib ketarmidi. Nima bo'lgandi o'zi? Bundan ancha oldin maktab paytimizda Nima qilyapsan, Jamshid? Ustoz hech nima qilganim yo'q. San ekanda hali balalarning sumkasini tutib kelib yurgan o'g'ri. Sandaqangi boladan kelajakda kim chiqadi? Olayman-chi qo'lingizni, men o'g'ri emasman, tuhmat qilmang. Menga baqirma. Ko'rdimku hozir o'g'irlab turganingni. O'g'ri. Dadamga aytib beraman halisani. Hey, to'xta. To'xta deyapman. Qanday senga qo'l ko'taradi u? Qaysi biri xonang? Mana. Ke aka. Shu opoying urdimi? Menga qara, qo'ling uzilib qoldimi? Birovni balasini uradigan bo'lib qolibsan. Assalomu alaykum. Senga kim huquq berdi birovni balasini urgani? Tan opoymish. O'zingni balangmada urasan. Balangizni o'zlari Nima balani o'zi? Hozir balamga to'n kelsanda endi o'zi shunaqa qilgan deb. Yosh bola bo'lsa nimani bilardi? Yuzini qara, qizartirib tashaganingni. Agar yana bir marta o'g'limga biron narsa desam, biron joyiga tegsam, sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Tushundingmi? Erkak bo'lganingda boshqacha gaplashardim sen bilan. Tosh oldim, ketdi. Agar yana bir marta biron narsa desangga, sraz menga ayt. Tushundingmi? Xo'p, dada. Ishdan bo'shatqizaman. Uni qamoqda chiritaman bunaqalarni. Mani o'g'limga qo'l ko'taradi. Hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kim. Ol. Yo'q, o'tamayapti. Bo'l, hozir odam kelib qoladi. Agar yana bir marta o'g'limga biron narsa desam, biron joyiga tegsam, sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Tushundingmi? Ustoz. Jamshid sochimni tortib tashladi. Jamshid pulim olib qo'ydi. Ustoz, bizga Jamshid so'kinyapti. Ustoz, Jamshidni qarang, popkam yashirib qo'ydi. yana Jamshidmi? Bo'pti, boraveringlar, men o'zim urishib qo'yaman. Hozir Jamshidga bir narsa desam, yana dadasi keladi. O'zi ikki marta kelib, to'paling qilib ketgani yetadi. o'shandan keyin opoylar ham, ballar ham, sinfdosh qizlar ham hech kim indamay qo'ydi. Xohlagan ishini qilib yurdi. Ha, to'g'ri aytasan. Katta bo'lganimizdan keyin ham rosa ko'pchilikda qon qaqshatib yurdi. Dadasi ham ko'chalarda xor bo'lib ketdi. Qilmish qidirmish deb shuni aytsa kerak-da.